Hop, 8-muammoni ko'rib chiqamiz. 8-muammo qaysi? O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi yetarli darajada tizimli emas. Muammo ta'lim tez o'zgarayotgan bir davrda ayrim o'qituvchilar yangi metodlar, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni muntazam o'rganish uchun yetarli imkoniyat yoki vaqt topa olmaydi. Bu esa dars sifati va o'quvchilarning qiziqishiga ta'sir qilishi mumkin. Azizlar, agar sizda fikrlar bo'lsa, kommentariyalarda kutib qolamiz. Iltimos, albatta fikrlaringizni bildirib keting. Biz uchun fikrlaringiz juda ham muhim. Hop, Finlandiya tajribasi o'qituvchi eng muhim investitsiya. Ular nima qiladi? O'qituvchilik eng nufuzli kasblardan biri hisoblanadi. O'qituvchilar muntazam malaka oshiradi. Ustozlarga darsni ijodiy tashkil etishda katta ishonch beradi. Bizga yechim: har oy zamonaviy metodlar bo'yicha seminarlar, tajribali ustozlardan mentorlik tizimini yo'lga qo'yish. Azizlar, maktabda o'zida juda ham tajribali o'qituvchilar bor, ko'p, va yosh o'qituvchilar ham hozir ko'p. Demak, bizda asosan mana shu narsa yetishmaydi. Tajribali o'qituvchilardan ilm olishmaydi hozir. Hozir endi yoki vaqt yoki imkon topisha olmaydi. Mana shuni maktab ma'muriyati tizimli ravishda yo'lga qo'yish kerak. Har oyda bitta dars yoki har 2 haftada bittadan dars o'tib berish kerak bo'ladi. Hop. Endi har oy zamonaviy metodlar bo'yicha seminarlar, tajribali ustozlardan mentorlik tizimini yo'lga qo'yish va o'qituvchilarning ijodiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash. Yaponiya tajribasi: ustoz ham doim o'quvchi. Ular nima qiladi? O'qituvchilar bir-birining darslarini kuzatadi va tahlil qiladi. Bizda ham bor bu narsa, lekin amaliy tarzda va tizimli tarzda deb o'ylamayman. Lesson study orqali darslarni birgalikda rejalashtiradi va takomillashtiradi. Tajriba almashish maktab madaniyatining bir qismi. Bizga yechim: ochiq darslar va tajriba almashish kunlarini tashkil etish. O'qituvchilar uchun professional hamjamiyatlar yaratish. Darslardan keyin tahlil va fikr almashish odatini shakllantirish. Hop, azizlar, bizda maktabda ingliz tili ustozlar bor va ular ko'pchiligi internetdan, YouTubedan juda ham ko'p yangi metodlarni o'rganishadi, chunki ular til bilishadi. Endi mana shu ingliz tili ustozlardan foydalanishimiz kerakki, yangi bizga veb-saytlar yoki YouTube manzillarini berishsa, yangi metodlarni boshqa ustozlar ham, boshqa dars o'tuvchi ustozlar ham ishlatishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni har 2 haftada bir hamma o'qituvchilarni to'plab bir-biri bilan tajriba almashish seminarlari o'tkazish maqsadga muvofiq. Albatta, bu doktor Havvaning tavsiyasi. Hop. O'qituvchilar uchun professional hamjamiyatlar yaratish, darslardan keyin tahlil va fikr almashish odatini shakllantirish. Hop, Xitoy tajribasi: doimiy o'sish va natija. Ular nima qiladi? O'qituvchilar muntazam malaka oshirish kurslarida qatnashadi. Bizda ham bor bu narsa. Ustozlar ham to'xtamay o'qiydi bizda ham. Lekin qandaydir ularda motivatsiya yetishmaydi o'qish uchun. Demak, ularga motivatsiya berish kerak bo'ladi. Innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etadi. Hop, natijalar tahlil qilinib, keyingi rivojlanish rejalari tuziladi. Bizga yechim: onlayn va offlayn malaka oshirish kurslarini kengaytirish. To'ppa-to'g'ri, hozir offlayn borish shart emas, onlayn ham qo'shish kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt va raqamli vositalardan foydalanishni o'rgatish. Ustozlarimiz tezlik bilan o'zlari sun'iy intellektni o'rganish kerak bo'ladi, chunki aqliy faoliyatni deyarli 50% shu 5 yil ichida sun'iy intellekt egallaydi kamida. Hop, o'qituvchilar uchun ilmiy amaliy konferensiyalarni ko'paytirishimiz kerak azizlar. Hop, O'zbekiston uchun smart yechim qanday bo'ladi? Smart yechim: har kuni o'rganadigan ustoz, har kuni rivojlanadigan maktab, har oy kamida bitta yangi pedagogik metodni o'rganish va amalda qo'llash. Har oy emas, hozir bizda har hafta yangi metodikani o'rganish va qo'llash tavsiya qilinyapti, chunki bola zerikib qoladi tezda. Har chorakda tajriba almashish seminarlari tashkil etish. Raqamli texnologiyalar va AI vositalari, ya'ni sun'iy intellekt vositalari bo'yicha treninglar o'tkazish. Eng yaxshi tajribalarni maktab ichida va hududlar o'rtasida ommalashtirish kerak ekan azizlar.
o'qituvchilarning muvaffaqiyatlarini rag'batlantirish. Bunda ham ustozlarni erkin fikrlashga qo'yib berish kerak va ularni fikrini, yaxshi fikrlarini olg'a surish kerak bo'ladi. Hop, xulosa, Finlandiya ustozga ishonadi, Yaponiya ustozni ustozdan o'rgatadi. Xitoy ustozni doimiy rivojlanishga undaydi. Bizning maqsadimiz esa shunday o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashki, ular nafaqat bilim beradigan, balki ilhomlantiradigan ustoz bo'lishsin. Hop, kuchli maktablarning siri zamonaviy binoda emas, zamonaviy fikrlaydigan ustozdadir. Siz bu fikrimizga qo'shilasizmi? Muhokama uchun savol. Qani muhokama uchun kim fikrini bildiradi? Iltimos, fikrlaringizni yozib keting. Sizningcha bugungi kunda o'qituvchi uchun eng muhim ko'nikma qaysi? Fan, bilimmi yoki pedagogik mahoratmi yoki zamonaviy texnologiyadan foydalanish qobiliyatimi? Menimcha hammasi birga.